شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli savoqdaşlar, biz ilgirki derslerimizde Kur'an ve Kur'an tefsiri qilishdan, Kur'an'ın tefsirini o'qishdan ko'zlaydigan ve erishadigan 7 turlik asosiy hedef, nishonni bayon qilib o'tgandan keyin, endi bugungi darsimizda Kur'an tefsiridagi diqqat qilishga tegishli, ya'ni Kur'an tefsiri qilmoqchi bo'lgan kishi yoki Kur'anni tefsir qilaman deb o'tirg'i chiqarilgan har qanday tefsir kitob alohida ahamiyat bermisi bo'lmaydigan, diqqat qilmisi bo'lmaydigan 6 turlik muhim halqa bor. Buni biz ko'rib o'tishimiz kerak. Endi Kur'anning tefsiri demek, o'zining hayotini Kur'an'a topshirgan, hayat uslubini Kur'an uslubi bo'yicha loyihalayman degan bizga o'xshash Kur'an ummatlarga nisbatan intayin muhim bir taraf. Am bu yerdagi mening ko'z tutayotganim dinni o'qiyotgan, shariat bilimlarini o'rganayotgan diniy o'quvchilar yoki diniy olimlarni ko'z tutmayman. Tabiiyki diniy olimlarning, diniy o'quvchilarning Kur'anni bilmasligi, Kur'anni boshdan oxir tushunmasligi bir ajoyib ahvol. Ular nima diniy olim bo'ladi, nima diniy o'quvchilarga Kur'an o'rganmasa. Men da'vat qilib avom xalq. Chunki avom xalqning o'zimi Qur'onning xitobi bilan xitob qilingan shaxslar. Bular Qur'oni Karimni cho'qim mustaqil shaklda, ya'ni mustaqil shaklda deganimiz o'zi tushunishi kerak. Ya'ni dinni bevosita manbasi bo'lgan Qur'ondan erish kerak. Unda bular qanday tushunadi? Bular Qur'onni tafsir qilib beradigan o'tirdagi vositachi ulamolarning vositasidan Kur'an, yani Kur'an'ni ulamolarning vositasidan tushunsin, dinni Kur'an'dan olsin, dinni boshqalardan olsin. yoki Kur'an'ni tafsir qiladi degan sifatlar o'tirg'i chiqqan tafsir kitoblarini tarjima qilish, masalan, o'zining tiliga arab bo'lmay qolib qolsa, orqali tarjima qilingan tafsir kitoblar va shu orqali Qur'onni tushunsin, undan keyin o'zining dinini Qur'ondan olsin. Dinini ilgirki ozg'an ummatlarga o'xshash insanlarga topshiramisin. Dini tushunchasini insonlarga topshiramisin. Shu nuqtadan har odam boshqalarning Qur'onni tafsir qilib berish vositasi bilan bo'lsin yoki tarjima qilingan tafsir kitob vositasi bilan bo'lsin Qur'onni tushunishi, undan keyin Qur'onni asosiy manba qilgan holatda dinni o'zi bevosita Qur'ondan elishi, ya'ni o'zining qilayotgan ishlarini Qur'onga to'g'ri kelamdi, kamamdi, shu nuqtadan to'g'ri xatosini ayirib menish kerak deb qaraymiz. Ham bu yerda Allohning askartib ketish qo'shiqdagi bir nuqta bor. Qur'onni ulamodan yo'q, Qur'onning ichidagi ulamolarga xos qilingan bir bilik nuqtalar bor. Ya'ni masalan ahkam masalalarining asosiy prinsiplari Qur'onda bo'lishidan boshqa har zaman, har vaqt, har rayonlarda paydo bo'lib turadigan, yangilanib turadigan bir taraflar bo'ladi. Bu nuqtadan Qur'on, hadis, qiyos, ijmo va undan keyingi 10 yoki 11 dalil hukm elish manbalariga asoslanib turib, faqih ulamolar, mujtahid ulamolar hukm chiqarib shuni avomga yetkazganda avom shunga qarata amal qilish kerak bo'lgan bilan, ammo dinning biz oldingi sonlik darsimiz degandek asosiy qismi bo'lgan iymon taraflari, axloq taraflari,
özümüzning ruhiyatimizni diniy ahkamlarga hazırlaştırıp Qur'onda bevosita muhkam shaklda, ro'shan shaklda bayon qilingan. Bu taraflar cho'qim bevosita Qur'ondan elinishi kerak. Inson o'zining bu tarafdagi hozirliklarini bevosita Qur'ondan va sahih hadislardan elishi kerak. Shu nuqtadan tafsir bizga nisbatan o'quvchi bo'lish, diniy o'quvchi bo'lish, diniy ahli ilmi bo'lish ve dini avam buluş sütümüz bilen her bir şahsga nisbeten intayin muhim bir saha. Şoň aşka biz tefsirge ähmiyet berip bu sahaga kirip endi muşu tefsirge atlanmakçı bolan kişi, yani okuguçy bolsun, yoki bahs tadqiqat beradigan tadqiqatçı bolsun, yoki tefsir qilaman dep oturup çıkan kitap bolsun, hemmesi biz tüvende oturup koymakçı bolan 6 türlük muhim halkaga alayda ähmiyet beriş gerek. Bunun birisi Mekki ve Medeni. Endi biz Qur'on o'qiyotgan vaqtimizda, Qur'onga qarasak, her sürünün başida bir eskertmeni, izahlamani ko'ramiz. Ya'ni Mekkiye yoki Medeniye degan shaklda. Ya'ni bu sura Mekki turdagi, Mekki tipqi tava, Mekki deb ayrılgan turga tava sura yoki Medeni sura deb Qur'onning süreleriga iki xil isim qo'ydi. Ya Mekki ya Medeni. Bunda deganlik ekan bu yerda Mekki deganlik Mekki xarakteriga ega sura deganlik, Medeni deganlik Medeni xarakteriga. Demak, butun Qur'ondagi oyatlar tushishda mush ikki turga ayrilib turib tushgan. Endi bu yerdagi Mekki, Medeni degan atalg'udan qanday turib bu yerdagi jug'rofiylik bir hukm maqsad emas. Ya'ni Mekkede tushgan sura Mekki, Medine'de tushgan sura Medeni u emas. Balki bu yerdagi Mekki, Medeni hukmi hicretni asas qilgan vaqt hukmini ifodalaydi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalatu vasallam Mekke'den Medine'ga hicret qilishdan ilgari tushgan sura oyatlar hammasi Mekki sura. Hicrettin keyin tushgan sura Medeni sura. Nima uchun suralar bu xil ikki xilga ayrilib muomala qilinadi desa, chunki ikki vaqtning, ya'ni Mekki vaqt bilan Medeni vaqtning o'z oldiga bir xarakteri var. O'z oldiga aminlashtirmoqchi bo'lgan bir nishoni var. Oturup koymakçı olan bir prinsip var. İcra kılınadigan, kılınmaydigan bir şaraitler var. Bu noktadan ayetlerinin, sürülerinin tefsir kılıngan vaxtıda, ayet sürülerini tefsir kılgan vaxtıda muşu karakteri alahide ehmiyetke birleş gerek. Alahide ehmiyetke birleş gerek. Mesela Mekke sürülerinin karakteri asaslık dinning asosiy taraflari, ya'ni iymon taraflari, aqida masalaları, ondan keyin axloqiy masalalar, ya'ni shaxsiyat, ruhiyatga munosabatlik, ya'ni ichki programmaga munosabatlik masalalar, mushriklarning dinga bo'lgan pozitsiyasi, masalan, hatto qissalar tushgan bo'lsa-mu, din düşmanlarının dinga bo'lgan pozitsiyalari, dinning bular qaytaradigan raddiyalar qatorliq mushu taraflari tushgan bo'ladi. Ahkamlarga munosabatlik, ijtimoiy ijro qiladigan hukm, qonun, nizomlarga munosabatlik oyatlar asosan Mekki suralarda tushmagan bo'ladi. Mekki suralarda tushmagan bo'ladi. Endi Madaniy suralarda bu Peygamber aleyhisselam Medine'ye kelib bo'lgan, Medine'ye kelib bo'lgandan, ya'ni hijratdan keyin Rasulullohning o'z oldiga bir jamiyati va o'zi boshqara oladigan bir jamiyat va bu jamiyatning intizomini saqlamasa olmaydigan, shuni saqlash uchun bekitilgan qonun, nizom, had, hududlar va bir mezgil o'g'achqa bu vaqtida tushgan suralarningki xarakteri, chunki bu vaqtida pishqan musulmonlarga xitob qildi Qur'on. Pishqan musulmonlardan o'z jamiyatida ma'lum ishlarni qilishni talab qildi. Tabiiyki bu vaqtdagi oyatlarningki bizga qo'ygan talab bilan Mekki oyat yoki suralarningki qo'ygan talabi tubdan o'xshamaydi. Masalan, sizlarga bir aniq misoldan birini bersam, Nisa surasininki 15-oyatda bir oyat bor. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Amda hammamiz bilamiz, ayol kishi nashayan ishlar bilan
oturup çıkıp kalsa, tutulup kalsa, naşayan işlerini kıp kalsa, bunun cezası öylük olmaganda, yani toy kılmagan ahval asıda 100 dayak, toy kılganda bunun cezası ölgenge kadar reçme kılış. Bunu hemmeyle bilimiz. Ama bu sürüde yaman işlerini kılgan ayalla öyle güzlap koy davadıdı. Öyden çıkama onu çın tut davadıdı. Hem de bir tefsir kılmen dep oturup çıkan kişi, ya ki tefsir kılmen degan kitap, sürününki Mekki medeni karakteriga qaramagan ahval aslida ayalla şunda psixik hujurlarni naşayan işlerini qilib qolgan vaqtidagi hukmi bu desa, bu nimdigi bo'ldi? Ayalla shu naşayan ishlarga qarata Qur'onning hukmi bu. O'tirib chiqsa, bu hukm Qur'onning hukmi bo'lgan bo'ladi. Bunun qaratan nim deymiz? Demak, bu yerda bizning alohida diqqat qilgan nuqtamiz shu oyatning makkiligi yoki madaniligi. Buning makkiligi demak chorisizlik demak. Chunki Makkada, yani hijratdan ilgari Rasulullohning na hukm qilgudek bir jamiyat yo'qdi, hukm qilgudek bir sharoit yo'qki. O vaqtida buni hal qiladigan eng chora, eng yaxshi usul sizning shunda qizlaring, xotinlaring bo'lib qolsa, uyga sulash, ya'ni uydan sirtqa chiqmaslik. Ondan başqa yapqudek bir ish, qilgudek bir ish yo'qki. Bir ish qilinmaysa o vaqtda, onun had birenmeyse onu. Çünkü o cemiyet senin emas o cemiyet. O cemiyette sen özünün mevcudiyeti bilen qilib qolgan cemiyet icra qilinmaysa. Mana bu ayet Mekke'de düşken boğaçqa biz bununla bu xil şekilde muamele qilamiz. Ama Medine'ye gelsek, yani hicretin kinki ahvalga qaragан vaqtimizda o vaqtida mustaqilsinin bir cemiyeti oludu. İcra qiladigan holatda va ondan kinki oyatlarni u yerga tatbiqlaymiz. Bu xil şekilde düşünüş to'g'ri qildi. Olmaganda Mekke medeni taraflarini e'tiborga olmaganda mushta oyatlardan bizga masala chiqadi. Bu bir misollarni saboqdoshlar. Endi bir şeyde dep qo'shib tegishlik muhim halqadan birisi. Mekki medeni deb sürünün beşiği yezig'liq dedim ya. Mesela bir sürünün beşiği Mekkiye ayatuha deb keyingi ayatning sonini yazdı. Yoki medeniye ayatuha deb keyingi sonini yazdı. Bir sürünü Mekki deganlik onun bütün ayatlarining hammasi Mekki deganlik emas. Bir sürünü medeni deganlik bütün ayetlerinin hemmesi medeni deganlik emas. Belki Qur'oni Kerimninki tushüş ahvoliga nazar tashlasak, Sura Fatiha ve ondan başka bir necha suradan başka suralar bir bütün bıraklam tushmagan. Mesela Sura Fatiha başdan ahir bıraklam tushgan. Ama ondan başka sura, mesela Qur'ondan tunji tushgan sura Iqra bismi robbikallazî halaq degan oyat 5 oyat. Sura Alaqning 5 oyati. Ondan keyingi oyatlar balkim 1 yildan keyin, ondan keyin tushgan bo'lishini. Sura Muzammil desin, ya ayyuhan nabiy. Bu dastlabki vaqtda tushgan oyat, ama ondan oxirgi necha oyatdan keyingi oyatlar yana bir necha yildan keyin tushgan. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda Sura Baqaraning o'zi 5 yıl, bazı rivoyatlarda 8 yılda tushgan deydi. Demek ki bir süre başlanıp ahir tugagandan keyin yana bir tushishni boshlaydi, undaq emas. Oyatlar qaysi maqomga, qaysi holga mos oyatlar tushaveradi. Payg'ambar alayhisalom buni o'zining yozuvchilariga Pukun oyatni, Pukun suradagi Pukun oyatning keyiniga yoz. Pukun oyatning oldiga yoz degan shaklda ta'limot beradi. Har holda Rasululloh dunyodan ketishdan ilgari suralarninki hozirgidek oyat nuqtasini tartiblanishi, Qur'onning suralar nuqtasini hozirgidek 114 suraning hozirgi tartibini tartiblanishini Rasululloh bir qitim oldidan o'tkazib bizga shu shaklda alohida muqim bekitib berib ketgan bir taraflar bo'ladi. U nuqtadan u xil shaklda bekitiladi. Ammo Qur'onning tushish jihatdagi uslubi hozir biz ko'rayotgan Qur'ondagi sura Fatiha başlanğan nasıl ahırlaşqan yoki biz o'qiydigan har suraning ichidagi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi oyat degan mana oyat tartibi bo'yicha tushgan emas. Birisi ilgari, birisi keyin. Hatto bir suraning oyatlarining o'zining ichida ba'zi oyatlar oldida, ba'zi oyatlar keyinida. Keyinda tushgan oyatlarni oldidagi numar bilan oldiga
keyin tushgan yoki ilgari tushgan oyatlarni kinki numeri bilan keyinga tizgan. Buning hammasi payg'ambar alayhisolamning ta'limoti. Undan o'tsak Jibrilning ta'limoti, undan o'tsak Alloh tomonidan kelgan ta'limotlar tizilgan, ammo tushish a shaklda bo'lgan. Şuna bir surininki Mekki deb ism qo'yilganligi yoki Madaniy deb ism qo'yilganligi uning bütün oyatlarning hammasininki Mekki Madaniy bo'lganligini ko'rsatmaydi. Bu nuqta qalang'ini qo'ysin. Bu Qur'on tafsir qilishdagi muhim halqa, ya'ni Mekki Madaniy. Buni o'qigandan keyin biz tafsir qilmoqchi bo'lgan shu oyatning, shu surining xarakteri belgilanadi bizga nisbatan. Xarakteri belgilanadi bu bir. Ikkinchisi Qur'onning oyatlarining tushish sabablari. Buni biz arabchada asbabun nuzul deymiz. Qur'onning oyatlarining tushish sabablarini asbabun nuzul deymiz. Hadisning so'zlanish sabablarini asbabul vurud deymiz. Bu nima degan gap desa, endi bir qism oyatlar, men Qur'onning hammasi emas, hatto ko'pinchisi emas, bir qism oyatlar ma'lum sahobalarning hayotida, turmushlarida bir hodisalar yuz berdi. Bular bu hodisaga nisbatan bir ta'birga, tushunchaga ehtiyojli bo'lib qoldi. Shu munosabat bilan bir oyat tushdi. Shu voqelik shu oyatning asbobun, sababi nuzul bo'ldi yani. Yoki sahobalar Resulullah'dan bir sual sordu. Yoki Yahudilikli bir sual sordu. Kim sorsa birisi sual sordu. Bu sual ciddi cevapga ehtiyojli qoldi. Resulullah ve ma yantiqu anil hava öz xohishidan o'zining kallasini so'zlamaydi ki. Vahiyni saqlaydi. Vahiy oyat shaklida javob bo'lib kelgan bo'lsa, bu oyat shu sual sababidan tushgan bo'ladi. Sual shu oyatning sababi nuzul bo'ladi. Hadislarni shu. Bir hadisi yuz berib Rasululloh shu hadisiga iniqlimi berish uchun, ta'bir berish uchun bir hadisni so'zlabdi. Yoki birasi Rasulullohdan so'rab kelib savolni, Rasululloh unga nisbatan javob berish uchun shu savolga javob beribdi. Bu ahvol, hodisa yoki ilqi savol shu hadisninki sababi vurud, hadis so'zlanish sababi bo'ladi. Bu bizning ulamolarimiz tarafidan mayli Qur'onga nisbatan asbabun nuzul degan nom bilan toplansın. Yoki hadisga nisbatan asbabul vurud nom bilan toplansın. Alayda ahamiyatlan maxsus toplangan shaklda saqlanib bizga yetkazilgan. Yani asbabun nuzullar. Yani Qur'oni Karimni tushunishda alohida rol o'ynaydi bu asbabun nuzullar. Masalan, sura Nurdagi bir oyatni misolga olsak, "Vallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada va ulaika humul fasiqun." Yani ayollarga tuhmat chaplash haqqida kelgan onun jazo, ta'bir va uning aniqlamalari. "Innallazina ja'u bil ifki usbatan minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين." deb ayollarga, erlar olsun, gunohsiz kishilarga, guvohsiz, poksiz tuhmat olingan haqida tushgan oyat. Bu oyatning mazmunlarini bizga qo'lay tushunishda mushu oyat tushgan vaqtida yuz bergan hodisalar, ya'ni asbabun nuzul shu qo'lay tushunishga yordam beradi. Bunun vaqaligi ifk vaqaligi deb hadis kitoblarida shu ifk hadislari degan nom bilan bizga bayon qilingan. Bu yerda tabiiyki u vaqaliklar kirmaymiz, ammo ixcham shaklda desak, Oysha radhiyallohu anhaga Madinadagi munofiqlar boshliq bir qism kishilar tuhmat chopladi. Bu hodisa Rasulullohning izzat obro'yi, oilasining sharafi. Ammo Rasulullohda bu to'g'riliq hech qanday ma'lumot yo'qki, Rasululloh bu to'g'risida bir narsa deyamaydi. Chunki men bayatni o'qigan oyatda "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyuha." Rasululloh har bir gapni o'zining kallasiga ko'ra so'zlamaydi. Cho'qim ya oyat sifati bilan vahiy tushidi, yoki hadis sifati bilan vahiy tushidi. Qaysi xil shaklda o'zini vahiyga tayinib deydi. Rasululloh saqladi. Kishilar ilham so'zlashyapti sirtda, ko'chada, o'tdagan so'rovlarda, hatto masjidlargacha bordi. Rasululloh uch masjidda bu gaplarni angladi, tortishdi.
Sahabalar o'zaro bir-biri bilan bu masala haqida bir-biriga kirgilimi az qoldi, kirishgili. Shunda ahvol asli Rasululloh Aisha radhiyallohu anhaning qashig'i bordi. Bu vaqtda Aisha radhiyallohu anha bu ahvoldan xabar topqili uzun bo'lmagan. Bu ahvol xabar topgandan keyin kallasiga chaqmoq chaqqandek bo'lib og'rib yetib qolganda Rasululloh berib Aisha radhiyallohu anhaga bu haqda so'zlarni qilib uydan chiqib ketay deb turgan vaqtida Rasulullohga oyat tushdi. Bu oyatlar tushdi. Ya'ni tuhmat isbotsiz, poksiz shaklda pokiz ayollarga tuhmat chaplaganlarga 80 tayoq jazo, ularning guvohligi mangu qabul qilmaydi. Bunda odamlarningki ijtimoiy jamiyatda, mana shu vaqt hozirgidek siyosiy huquqi iptashlanadi. Bularning normal yaşaydı hamda bular, lekin adam qatorida olmaymiz degan gap. Wala taqbalulahum sharran abada degani va ulayka humul fasiqun, fasq deb hukm qildi. Mu'minlarningki mashta ishlarga nisbatan tutishlik pozitsiyalarini bayon qildi. Demak, mushu oyatlarni shu voqeliklar bilan birga tushungan vaqtida intayin qolay tushunishga bo'ladi. Endi mushu munosabatlar men deb qo'yay. Qur'on tafsir qilishdagi muhim 6 halqaning ikkinchisi Qur'onning tushish asbobi nuzullari dedik. Ammo bir vaqalik tüpeyledin, bir sual tüpeyledin, bir ayet düştü, ya ki hadistin birisi sözlendi, ayet hadiste kullanılan uslupla umum uslubu olsa, yani has şekilde emez, umum uslubu olsa, ayet hadisinin hükmü o vaqalige has olmaydı. Belki kıyametki kadar şunun okşuğan, şu karakterdeki vaqaliknin hemmini ölçüge alıdı. Mesela, sahabalar ıssiq bir kunlarda cihatga chaqirildi. Tabii ki hava bek ıssiq. Arabistanning havosini ham o'ylan bilamiz. Ular o vaqtda chiqish eg'ir kelib chiqishdan yoltayotgan vaqtida wala tulqu bi aydikum ila tahluka degan oyat tushdi. Ya'ni o'zinglarni bu jangdan, jihaddan qoldirish orqali halokatga atmanglar o'zinglarni. Chunki qiyomatdami do'zax buning jazosi, dunyodami dushmanga qarshi jangdan suslik qilish oxirida o'zingni halok qilishning bir boshlanishi bu degan oyat tushdi. Endi mushu oyat shu vaqalikla xas qilinadi, yo'q. İnsan özünü halakatga ib baradigan ishlarning har qanaqini qilmaslik mush oyatning tahtiga daxil bo'ladi. Masalan, surat belgilangan yo'llarda suratdan oshirib mashina haydasang, masalan, qatnashlarni haydasang, sening hayotingni xavf etadiganlik ehtimol ko'p bo'lib qolgan bo'lsa, tabiiyki sen bu oyatning ustiga tushsa, shu shaklda agar zo'm-zo'm o'lib ketib qolsang, balkim Alloh kechirsin, o'zingni o'ltirgan bo'lib, shu xil jazoga uchrashi mumkin. Doktor seni ma'lum xil yemeklikdan to'sdi, chunki bu sening hayotingga xatar olib keladi deb sana aniq deb berdi. Ammo sen bu yemeklikni yaxshi ko'raman deb va yoki boshqa har qanday bir shaklda buni qo'llanding, iste'mol qilding, hayoting xatarga uchirdi. Bu oyatga xilof qilgan bo'lsa, ya'ni demakchi o'g'lim shuki, bir oyatning tushish sababi u oyatni o'ziga xos qilmaydi. Balki qiyomatga qadar şu vaqalikka o'xshashlarning hammasi oyatning tahtiga daxil. Ammo biz tushunish sabablarining davosini nimaga ishlatamiz, nimaga qo'llanamiz desa, oyatning qaratilmasining xarakterini belgilashda bizga alohida yordam bo'ladi. Bu nuqtadan tafsirga kelgan kishilar, tafsir qilmoqchi bo'lganlar cho'qqum bu nuqtaga alohida ko'ngil bo'lish kerak, ya'ni Qur'onning tushish sababiga alohida ko'ngil bo'lish kerak. Uchinchisi, Qur'on tafsiridagi muhim 6 halqaning uchinchisi Qur'onning 23 yilda tushish tartibiga alohida diqqat qilish. Qur'onning masalan Qur'on insoniy qoida, tuzum, tartib tuzish prinsipiga o'xshamagan shaklda bir tushgan. Biz bir qonun tuzmoqchi bo'lsak yo bir qoida belgilamoqchi bo'lsak, bir necha moddalarni tizib-tiziblam, masala mundaq deblam qilibmiz, gap tugaydi, xolos. Bir batlam bizning bir masalamiz hal bo'ldi. Ammo Qur'on masalalarni unda o'tirib qo'ymagan. Boshlanishda iqro bismi robbikallazi xalaq deb boshlangan bo'lsa, men bayatning darsning boshida deb o'tganimdek, mushu suraning to'liq qilinishi necha yil ketgan. Sura Baqara desak, bu suraningki 5'e tushib, oxir to'liq qilinishga bir necha vaqt ketgan. Masalan, ba'zi rivoyatlarga ko'ra 5 yil, ba'zi rivoyatlarga ko'ra 8 yil. Ondan boshqa amaliy bir misol olsam,
Qur'oni Karimdagi haroq cheklash oyatlariga qarasak, taxminan 3 o'rinda Sura Baqarada, Sura Niso'da, Sura Maidada. Sura Baqarada 1-2 oyat, Sura Niso'da 1-2 oyat, Sura Maidada 1-2 oyat haroq cheklash masalasini o'tirib qo'ygan. Birinchi oyatda Yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha. Masalan, mush oyatda haroq va qima haqida so'raydi. Bunga javob keldiki, foydasi zinadan ko'p. Zina foydasidan ko'p. Xato bo'lib qoldi. Zina foydasidan ko'p degan shaklda shunchalik bilan boshqalarga buning xarakterini belgilab. Undan keyin Sura Niso'ga qarasak, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mushayya. Undan keyin eng oxirgi oyat qarasak, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shirk. Amshada bizning bir savol so'rag'imiz keladi. Nima uchun Qur'onning tushishi bu xil shaklda tushidi? Ya'ni 23 yil jarayonida asta. Ilgirgi Tavrat Injilga o'xshab raqlam kelmaydi. Tamam, unutib tursin. Uni biz hali tatbiqlashni, hayotda tatbiqlashni deb turli. Mushu haroq masalasiga kelsak, nima uchun buni buncha suzib 3 oyatda? Ya'ni 3 oyat hozir maslaga hamma qata o'qib berdim, ammo shu vaqtda har birisining o'tirida 5-6 oydan, 4-5 oydan, balki 1 yilning vaqti bor. Haroq masalasi boshlanib 1 yil vaqt ketdi yoki 5-6 oy vaqt ketdi degan gap. Qanaqdir bugun, ati, o'gun bunda tushgan oyat emas. Bunda desa, ba'zi biz deymizki, Allohning har xil hikmati bor. Ammo biz bilalaydiganimiz eng muhim ish haroq masalasini o'tirg'i qo'yib, musulmonlarning kallasini o'tkazib, cheklanganga qadar vaqtgacha bir necha oyatda haroq masalasiga qo'shib boshqa nurg'un hukmlarni birga bayon qilib oladi. Masalan, birinchi oyatda yasalunaka anil khamr wal maisir ikkisini birga bayon qilib oldi. Ikkisini birga bayon qildi. Ikkinchi oyatda faqat yerim kun holati chekildi. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Sizlar mas'alatinglar namoz yaqinlashmanglar, o'zinglarning degan gapinglarni o'zinglar farq etganga qadar. Ya'ni 5 vaqtning vaqtlari o'ylanga bilamiz yaqin. Orliqda haroq ichib, yana bir namozga berib bo'lguncha masjiddan shishlanmaydi. Bu nuqtadan kunduzi yerim kun tashlaydi. Eng oxirgi vaqtida ondan keyin nima dedi? Innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam. 4 narsani bir aqlam akilib bayon qildi. Ammo shu jarayonda haroqni bir necha vaqtning ichida cheklash, bir necha oyat cheklash, ana bir necha moddani yoziblar. Haroq xato, harom deblar yozib etmay, bir sahifadan akilib hammani akilib bunda boshqa nurg'un yerda akilishning sababi birisi insonning, ya'ni shu vaqtdagi sahobalarning qalbini hozirlash. Masalan, bundan misollarni ko'rib olaymiz. Taxminan 40-50 yillari 1900 Amerikadagi ma'lum bir shtat haroq cheklash uchun bir qoida tuzumlarni tuzdi. Qoida tuzumlarni tuzgandan keyin asosan saqchi yo atrofdagi boshqarish organlarining ishi xalqning uyisiga kirib haroq qazlarini chaqmoq, to'kmak, tutmoq, sulamoq shulardir. Oxirsida bo'ldi, qilamdiq deblam qana qilyapti, bekor qilyapti. Demak, bir kuchli bir davlat bir xalqining ichida haroqni cheklaydi. Ammo ilohiy o'rinlashtirish, oyatlarning ilohiy tartib bilan o'rinlashtirilishi. Ya'ni bu bizdigimiz, biz tuzdigan qoida shakli yoki biz talab qilgan, biz o'ylagan tiziq shakli bu inson tafakkuri. Ya'ni haroqni cheklagandan keyin bir necha qurdilam akvasi bo'lmamdi, bir necha batlam akvasi, bir necha moddiq akvasi. Bu bir inson tafakkuri, ammo ilohiy tasavvur boshqa. Ya'ni bu oyatlarning hammasini diqqat qilsak, bizni bir xil itoat masalasini bizni gavdlantiryapti. Itoatni gavdlantiryapti. Undan keyin qanoat qildirishni gavdlantiryapti. Qanoat qildirishni. Undan keyin buni bilan qo'shib mushu xarakterdagi boshqa nurg'un masalalarni billa akilyapti. Har holda bizningki oyatlarni bu xil shaklda keltirib, ya'ni 23 yil degan shunday jarayon emasmi? Bu haroq bir misol.
Haraq onda bir jazani meselesi mi? Jazani meselesi mi? 4 basqıçlarning haram bo'lgan masalan. Va boshqa masalalar mu shu xil shaklda bayon qilinadilar. Endi bu bizning tafakkurimiz bo'yicha haraq meselesini bir qitimliq bir majlisda qaror eliblan, qog'ozdan birga buning buyrug'ini chiqarib qizil boshqa buyruqni tamg'ini qo'yiblam taxt versak ish tugaydi. Yoki bir qitimliq bir moddadlan bir batlam tugaydi. Lekin ilohiy tasavvurunda qilmadi. Ya'ni bir necha yil, bir necha oyda qanoat qaranglar, haraq bilan birga nurg'un masala bilan hal bo'ladi. Muhimi bizda itoat shakllanadi. So'nut, ya'ni oxirgi natija shuki, eng oxirgi oyatda Alloh shunday xitob qildiki, fahal antum muntahun. Endi to'xtamsizlar. Kalamni o'tdimi endi? Tushundingmi haraq masalasini deydi. Buning qarta sahobalardan chiqqan inkasning bo'ldi. İntehayna ya Rab, biz bo'ldi, yetdik, bo'ldi, endi to'xtadik bu yerda. Bu haraq masalasi yetsin. Hammasi Madina ko'chalariga o'zining o'zidagi haraqlarni chiqib, to'kib qana qilyapti. Madina ko'chalarini haraq ustunga aylantirib o'tdi. Mana bu biz ko'rgan amaliy dunyoda bir aniq bizga ulgulik misol shaklda yuz bergan amaliyat. Buni Qur'on buning uchun bu xil shaklda 23 yilda, ya'ni masalalarni tarqaq shaklda bayon qilish uchun Qur'onning uslubi bu xil shaklda tushgan. Qur'onning masalalarni hal qilishdagi bu xil shakldagi uslubida tushish, bu xil tartib bo'yicha hal qilish, mayli haraq masalasi olsun, boshqa masalalar olsun. Biz boshqacha hikmatni chiqarmagan taqdirda sizlarga bir hikmatni deb shu yetarlik. Qur'on qanday qildi? Shu xil shaklda tushib, shu xil tartib bilan bizga deyilib, o'tirg'a qo'yilib, kimlarni tarbiyaladi? Shu 100 minglagan, jon desa jon beradigan, mal desa mal beradigan, hozir desa hozir, ati desa ati hozir. Har qanday holatda, ya'ni bir davlatning ham sohib bo'ladigan, hem askar bo'ladigan, hem puhros bo'ladigan bir jamiyatni tarbiyaladi. Hamma bilasizlar, Hajjatul Vido'da Rasulullohning xutbasini anglagan sahobalarning o'zi 100 ming yashadi. U yerda Madina qilib qolganlar bor. Uni anglamaganlar bor, boshqa viloyatlarga, boshqa rayonlarga ma'lum vazifalar bilan ketganlar bor. Endi biz 100 ming deb tursak, 23 yilda Qur'on 100 ming dona ixlosman. Mana hozir desa hozir har qanday ishni qalbidan qiladigan. Ular uchun na saqchining keragi yo'q, na askarining keragi yo'q, na turmining keragi bo'lmagan muntizim itoatchan kadrolardan 100 mingni tarbiyaladi. Mana buning o'zi yetarlilik hikmat. Ya'ni Qur'onning mushu uslubi tarbiyaladi shularni. Qur'onning mushu xarakteri tarbiyaladi bularni. Andagandan keyin biz tafsir o'qimoqchi bo'lganlar Qur'onning mush nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Chunki biz Qur'on orqali ana shunday kishilarni tarbiyalamoqchi. Agar o'zimizning tafakkur tasavvurimizni, o'zimizcha bo'lgan uslublarni biz tutib olsak, shu uslublardan chiqolmasak, balkim Qur'on bilan ilgirki ummat erishgan natijaga biz erishamasligimiz mumkin. Shunga Qur'on tafsir qilishdagi muhim 6 halqaninki. Üçüncüsü, yani Qur'on-i Karimning 23 yilda parcha shaklda qanaqa qilishi, tushish ahvoliga alohida diqqat qilish va o'tirdagi ba'zi munosabatlarni, ba'zi muhim halqalarni tunib yetish va atrofimizga shu tafsir qilgan vaqtimizda, boshqalar degan vaqtimizda, Qur'on tatbiqlagan vaqtimizda shu xil shaklda tadbirlar. Undan boshqa Qur'on tafsir qilishdagi muhim 6 halqaninki 4-inchisi Qur'onning to'planish va tushirilish masalasi. Bundan biz xabar topishimiz kerak. Bilimiz biz deb o'tdik, ilgirki darsda dedik, mazid darsda davatimiz Qur'on Iqro deb tushgan kundan ta Rasululloh dunyodan ketganga qadar 23 yil jarayonida parcha tushdi. Rasulullohning hayotida Qur'on ikki muqovining o'rtasida tuplanish fursatiga ega bo'lmadi. Chunki tuplanmaydi. Chunki osmonning ishki uchuq har zamon oyat vahiylar tushib turadi. Bugun tuplasan aytsa buzdiga ish chiqadi qaytadan. Chunki oyat har zaman tushib turadi. Bu suraning tamomlarini o'qimaysa, qaysi sura bitdi buni bilmaysan sen. Ta Rasululloh dunyodan ketgandan keyin endi Qur'on tushdan to'xtadi deb qarab suralarni anloqim deya olaysan. Ma sura endi tugabdi, ma Qur'on endi tugadi, ma Qur'on endi tushdan tugadi deb an to'plash vaqti kelgan bo'ladi. Shunga Rasulullohning davrida sahobalar o'zining hifzi, yani o'zining mingisiga tayinib yodlagan ko'p sahobalar, nurg'un sahobalar
üzde bağ bolğan, şu vaqt qulay bolğan vasitalar, masalan, yağaç tapsa, yağaç, hatta tügünün tağaq soňaklary, bunda biraz səhv Qur'an patydy ya, tağaq soňaklary, hatta daraxtynki qovzaqlary dep qoýmaz, masalan, iş qilib taş, taxta degendek tapalygallyky närsege hatyr qaldyryp saklagan. Bunun da muhimi sahabeler kalbide saklagan. Yani Resulullah dünyadan ketkendan keyin Ömer radıyallahu anhu'nunki işareti bilen, yani maslahati bilen Abu Bakr radıyallahu anhu dövlet namıdan buyruk düşürüp Zeyd ibn Sabitni mas'ul qilib Qur'an toplaş hizmetine kirişken. Meyde bir muhim bir noktanın birisi var. Zeyd ibn Sabitning o'zi qari. En yaxshi qari, Resulullah'ın katibi, ve yazgıçısı. Ama Zeyd ibn Sabit özünü zapas şekilde yap koygan. Yani Qur'an toplaşta zapas şekilde yap koygan, özünü hesap qılmagan. Buyruq düşegen ki Qur'an meyle yatqı biladigan bolsun, yoki Resulullah'ın davrida yezip algan bolsun, işqib Qur'an bağlı Qur'anni akasun deb buyruq düşürilgen masjidga. Zeyd ibn Sabit bunu yazgılı tekken. Her ekegen adam meyle hifzin ekasun, yani yüzünün yadılıb ağandın ekasun, ya ki kimden ekasun, yezib ağa yerlerin ekasun, iki adamın guvalıqı bilen hatırlab. Qur'an bir yıl bağmağan, bir yıl etrafıdaki vakitte toplanıp bir yerge ekelim. Yani bununla sebep bolğan näse şu vakitlardaki janglarda şu qari Qur'anlar səhvlərinin aldıdı maňa demdi. Səhvlərinin aldıdı maňa do azırqdaki qari Qur'anlar kelip bitolmaydı. Səhvlərinin aldığı maňa do janglarda şu qari Qur'anlarninki ölüp ketiş ahwaly köp görülgüldü. Resulullah'ın davrida biz bayat degендek sebepler tüpeyden Qur'an toplanışı mümkün emas. Qur'an toplanmagan. Qari Qur'anlar ölüp ketiverse bu Qur'anninki zaýa ketiş ihtimali var. Dep bu qo'rqup, yani bu mu bir Allah'ınki Ömer radıyallahu anhu sağan bir ilhamı, Abu Bakr radıyallahu anhu'nun kalbini Allah bu fikirge açtı, Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhu'nu bunu mesul kıldı, bayatdan degan uslub bilen. Yani her adam özünün Resulullah'ın muşu Kur'an'ını yadılıp algan aldığı ikenligiga işki guvaçı, yoki muşni Resulullah'ın aldığı yezip algan degan işki guvaçını ekep turup, şunda iniqlab. Özü qari ya, bir nokta var. Özü qari. Ama başkalardan inçikileş için açta akep durup Kur'an tamamlandı. Elhamdülillah Abu Bakr radıyallahu anh'ın davrida Kur'an bir qitim tamamlanıp hatır süptide qop qo'yildi, lekin qolgan ahvol shu bitimangdi. Ta ki Osman radıyallahu anh'ın davriga kelgan vaqtida İslam dünyasının zemini kengaydi, dairesi kengaydi, Müslüman bolğanlar kengaydi, bulupmu ecemlerden Müslüman bolğanlar. Adat Müslüman bolğan her bir adam Qur'an öğrenidi bilimiz bunu biz. Yani Qur'an öğrengen vaqtida Qur'anның bir neçe xil qiraati boldu. Bunu misal turup sözleyimiz. Mesela men bir xil qiraatini öğrendim, yeni birisi bir xil qiraatini öğrendi. İkkilerinin qiraati da farq qılıdı tabii. Çünkü ben a qiraatini, o qiraatini öğrendigandan keyin. Andan jang maydonlarida askarlar bir yerga kelib toplanadi. Şu vaqtlarda bir ahvollar yuz bergan, hattoki birisiga qilich ko'tirib, chunki men o'qigan to'sa, menga faloni sahoba ketgan to'sa, menga pukuni sahoba ketgan to'sa deydigan. Mushu ahvollarning oldini olish uchun Osman radıyallahu anhu, Abu Bakr radıyallahu anhu'nun davrida to'plangan shu Qur'onni asos qilib turib, Qur'onni ikki qitim ko'paytgan. Köçürep taqatlan. Yani Qur'an düşken, 7 xil tilden düşken, 7 xil tilligimiz Araplarning 7 xil şivisinden düşken, o to'g'riliq sal turib so'zlaymiz, bayatın deganimizdek. Bunun içinde Qurayshning tili asas. Abu Bakr radıyallahu anhu to'plangan Qur'anda şu 7 xil şivilarning hammani sig'diroladigan şekilde to'plangan. Osman radıyallahu anhu qolganlarini amaldan qoldirib, Qurayshning tilini asas qilib turib, andan keyin Qur'onni qoldirib, qolgan Qur'onlarning hammani ko'ydirib o'tishga buyurib, şu Qur'onni 7 nusxaga, ba'zi qarashlarda 5 nusxaga ko'paytib, shaharlarga, asosiy shaharlarga birdan qori bilan billa avatib şu Qur'onni umumlashtirgan. Alhamdulillah, bugunga qadar bizning qo'limizdagi biz o'qiyotgan Qur'on shu Osman radıyallahu anhu taqatgan Qur'onlarning ko'chirilib kelgan Qur'on, buning ko'chirilish yo'llari ta 1900-yilgacha Osman radıyallahu anhuning davrida taqtilgan Qur'onlar mavjud edi. Shundan keyin Birinchi dunyo urushlari, Ikkinchi dunyo urushlaridan keyin ba'zi qalam-qayiq tufaylidan hozir bir yerda bir muzeyxonlarda, lekin o'rtada yo'q.
Ama Kur'an zavodları, Kur'an medbeleri çıkıp Kur'an besilgilib 3-4 yıldan eşip ketdi. Demek, aşı Kur'anla bağ vaxtıda biz normal Kur'anla besilip, yezilip, keng taqidilip, elhamdülillah ta hazırlık kadar özgürtülmesini biz gitkeldi. Bu Kur'an'ınki toplanışır yani. Bu jarayonda mı Kur'an tefsir kıldığı adam biliş gerek. Beşincisi qiraatla. Hem öyle bilimiz, hazır biz okuvatımız Kur'an'ı, biz okuvatkanın hemisi hafs en asim. Bilimiz Kur'an'ın okuluşu da, bayatından Kur'an'ı birine çıkıl şivilen düşken dedim, o şiv meselesi. Ama kıraat meselesi de, Kur'an'ı Peygamber aleyhisselam her sahabıga her xil şekilde ügetken. Bu Kur'an'ın okuluş şekli. Mesela bazı sahabeler mahıl şekilde öğrense, bazı sahabeler mahıl şekilde öğrengen. Şunun bu sahabeler, hatta bunun detaylışı Resulullah'ın aldığı kelip sınavı toğra, bunun toğra bugün ahvalları var. Bu sahabeler şehirlerge takılgandan keyin, şu şehirlerde öğrengenler aşı boyunca öğrengen. Keyinki vaqtlığı kelgen vaqtıda, xuddi her kesip, her saha kesipleşkendek Kur'an'ın kıraat sahası mı? Kesipleşip, Kur'an'ın kıraat sahasını kesipleşip, mesela Mao Pukun kıraatını kesbi ügünüdüğün, Ao Pukun kıraatını ügünüdüğün, anlıkın yeni bazılar iki kıraat biri ekildiğin ahvallar şekilde, mesela 7 kıraat deyimiz, 10 kıraat deyimiz, muş kıraatlar şekillengen. Ama bu kıraatlar hazır gerçi biz namazlarımızda, bazı öyleler namazlarda okuydu, imam okuydu, vaxtı palanı kıraatlar okuyman dep koydu. Bu bizning kallanıda oylamanlar ki, egzimizin çıkan ahang ya qoyamaz. Bazı hatta sözlerinin özgürüşleri, telaffuzlarının özgürüşleri qatarlıq, mesela aleyhimne aleyhum degendek, sıratalını ziratal degendek ve duhan ve duhi degendek, hatta bazı sözler almışdığın ahvallar mı var bazı vaxtlarda? İşte ahvallar var. Bula tefsirde mutawatirlan buldu eken. Hatta bazı mutawatir emas ahad qiraatlarımı bazı tefsirlerini qilishda yardım oldu. Şuna bu noktalarımı mufassirininki zihnidan qaçmaslığı gerek. Altıncısı yine mühim noktalardan birisi Kur'an'daki nasih mensuh. Hem de mişekege vaxtıda Kur'an 23 yıl jarayonida düştü. Kur'an düşken vaxtidagi o milletning ahvoliga qarasak, Şarq tarafida Persiya imperiyasi, G'arb tarafida Rum imperiyasi, ikki cho'ng imperiyaning o'tirida shu ikki imperiyaning birisi yiqilishib qolmasligini saqlagan qalqanda ekandi. Ikki imperiyaning tashlab berganini yeb yashaydigan kishilardek madaniyat yoki sapa yoki iqtisod yoki davlat, siyosat degandek hech nimadan xoli shaklda tug'ilib, qo'y vaqib, tug vaqib, at minib, o'sib, uyg'onib, o'lib yashayotgan bir odamlar. Demak, u vaqtdagi arablarning ahvoliga qarasa, normal bir madaniyat jihatda taraqqiy qilgandan so'z qilolmaydi. U vaqtdagi madaniyat sohiblari Sharq tarafda Persiya imperiyasi, G'arb tarafda Rum imperiyasi. O arablarda na madaniyatdan bayat deganda hech nimadan ig'zoch qilolmaydi. Hatto uning ig'zochi emas, o'zaro birisi bilan to'qinishib to'xtamaydigan bir holatlar mavjud. Endi Qur'on 23 yil jarayonida bularni alam qalam sohibi bo'lgan dunyoning sharq g'arbini egallagan bir millatga aylantirdi. Bu anda asosiy emas, bu bir cho'ng bir mo'jiza. Endi mushu jarayon ba'zi ishlarda tadrijiy mingishni taqozo qiladi. Tabiiyki, suhbat bilan bir odamni o'zgartira olmaydi bir kechada. So'zlab bilan hamma narsani o'zgartira olmaydi. Bir millatning o'zgarishini cho'ng'ishtiradi. Buningda bu millat odatlanib qolgan nurg'un ishlar bayatni degandek ichimlik masalasi masalan. O nurg'un ishlar buningda dastlabda o'tirib qo'ygan hukm bilan eng oxirdagi hukmning tabiiy farqi bo'lishi kerak. Shu asosda Qur'on bularga muashta nima shaklda muomala qilgan, asta shaklda muomala qilgan, burun bir hukmlarni yo'l qo'ysa, kim bular pishib bitilganda bu hukmlarni amaldan qoldirib, yana bir hukmlarni yo'l qo'ygan. Endi bular bu darajadan atlagan vaqtida buni amaldan qoldirib, yana bir hukmni o'tirib, mishada ilgari tushirilgan hukm kim yeni bir hüküm bilen amelden kaldırılgan bolsa, aldığındaki hükümünü biz mensuh, yani amelden kalkan hüküm,
keyingi hükümni nasih ameldan qaldırğucu hüküm dep qarayım. Ana bu nasih mansux oyatlarni tushunishda ulamaning o'tirdi har xil qarashlar va bu Allah qalbini ochgan ahvolga qarab turib ba'zilar Qur'onda nasih mansux zodi yo'q. Ularning hammasininki qartilmalari va bir oyatlarninki xuddi ameldan qolganda qilgan bilan uningmi qana qildigan ishlaydigan yeri bor deydi. Ba'zilar nasih mansухni kengaytirdi. Mushu haqdiki bir cho'ng soha endi bu yerda men sizlarga men so'zlab bo'lmayman-da. Mush ahvollarni mufassirning kallasi bo'lish kerak. Qur'ondagi nasih mansuhlar masalasidagi ma'lumotlar mufassirning kallasida bo'lishi kerak. Shuning bilan mufassir bo'lishga tegishli, ya'ni mufassir tafsir qilguvchi diqqat qilish tegishli olti muhim halqa bu. Undan boshqa Qur'oni Karimda muhkam, mutashabih deydigan bir taraflari bor. Bu mufassir diqqat qilish tegishli nokta, bayatdan 6 noktadan kirmisimi? Qur'on biz ilgili dersimiz degandek asosan axloq, aqida meselelerini oturup qo'yib kelgan. Mishada, ya'ni aqida meselelerida insonning tafakkuridan halqagan bir bölük ishlar bo'ladi. İnsan ona tefekkür qılam çünkü insan dünyada yaratılayotgan dunyoning ishidan halqamaydigan bir mahluq. Mesela dünyaya kelishning ilgirki holatlarni faqat anglab ishonamiz. Dunyodan chiqib ketgandan keyingi qabrdagi masalalarni, undan keyin tiriladigan masalalar anglab ishonadigan masalalar. Jannat do'zaxning tasviri la aynun ra'at va la uzun sami'at. Ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan bir masala. Jannatdagi tasvirlar dunyodagi ba'zi narsalarga o'lchab qiyos qilinib 100 yillik, 1000 yillik tasvirlanadi. Bularning hammasi biz faqat ishonadigan narsalar. Mu'minlarning bunga qarata sifati yaquluna amanna bi kullu min 'indi robbina. Bularni biz mushu nuqtalar bu yerdamdi. Bu xil shakldagi bizning tasavvurimizdan halqagan meseleler Qur'onda mutashabih deb ataladi. Ondan boshqa muhkam meselelerni aytdi. Aniq nama kutiba alaykumus siyam, kutiba alaykumul qisas degandek oyatlar buni muhkam deymiz. Ya'ni mufassir Qur'onning oyatiga tafsir qilaman deb kelgan vaqtida mushku nuqtaga diqqat qilish kerak. Ya'ni muhkam oyatlarga muhkam oyatga muomala qilish kerak. Mutashabih insonning idrokotidan sirt ahvollarga insonning idrokotidan sirt shaklda muomala qilish kerak. Ya'ni uni idrok qilmaslik kerak uni faqat biz tushunib qana qilsak bo'ladi, ishonsak bo'ladi. Uning mohiyatiga yetish mumkin emas, chunki bizga kin va'da qilingan bir ishlar. Demak, mutashabihga muomala qilishda mufassir alohida diqqat qilish kerak. Muhkamga muomala qilishda alohida diqqat. Chunki ikkisi ikki xil nuqta. Ondan boshqa yana muhim shu Qur'on tafsiri haqidagi munosabatlik muhim masaladan birisi Qur'onning tarjima masalasi. Alhamdulillah bizning tilimizga 30-40 yillar ilgari ustozimiz tarafidan tarjima qilingan Muhammad Salih Damollam tarafidan. Ondan keyin bir tarjima o'tirg'i chiqdi, yana hozir bir tarjima o'tirg'i chiqdi. Va boshqa tillarga qarasak, masalan, ba'zi tillarda 15-20 tarjimasi bor, yana bir tillarda 100 xil tarjimasi bor. Har holda Qur'onning tarjimasi Hijriya 700-800-yillar atrofida tunji bo'lib ingliz tiliga mustashriqlar tomonidan tarjima qilingan. Ammo ta Rasululloh dunyodan ketgandan tortib 700-800 yil, ya'ni 1000 yilga vaqt Qur'on tarjimasiz musulmonlarning ichida kuchini ko'rsatib kelgan. Menda inchki bir nuqta vasliga eskatmoqchi bo'lgan, ya'ni o'zingizlar qoldirma bu masalani. Qur'on tarjima qilinmagan vaqtida ulamolar uni o'zining hayoti orqali bizga tushuntirganda Qur'onning ta'siri bizning ichimizda yuqurmidi yoki tarjima qilinib har odam qo'liga olgandan keyin Qur'onning ta'siri kuchaydimi deydigan bir savol tushdi. Endi shu savol o'zingizlarga qoldi, ammo shuningga munosabatli gapdan birisi ulamolarning Qur'on tarjimasiga nisbatan qarashi. İnşallah bundan keyin tafsir o'qish jarayonida tushunamiz. Qur'onning iborati, oyati sen ma nuqtadan kelsang shu nuqta bo'yicha chiqib keta olaysan. Yana bir nuqtadan kelsang o oyatga u nuqta bo'yicha chiqib keta olaysan. Yana bir oyatga sen qissa deb turib kelsang qissa olasan. Aqida deb turib kelsang aqida olasan. Ahkam deb turib kelsang ahkam olasan oyatdan. Oyat mushta 6 qirliq. Ya'ni nurg'un mazmunlarni o'ziga olgan. Haqiqatan sen farq etmaysan ba'zi. Sening kallangda faqat qissalam bo'lsa, zot Qur'on qarasang qissalam ko'rasan. Kallang aqidani olaman deb kelsang aqida olasan. Ahkam olaman deb kelsang ahkam olasan.
Bu del Qur'onning hozirgi arabcha shaklda ifodalanadigan alohidalik. Ammo yana bir tilga tarjima qilgandan keyin tarjimonning kallasi qaysi tarafga kuchliroq kelsa, shu tarafga ifodalanadi tarjimada yana bir tarafga qoladi. Aniq, mana bir nuqtani qo'ysin, Qur'onning tarjimasi Qur'on emas. Hatto ba'zi ulamolar Qur'onni ayni shaklda tarjima qilolmaydi, tarjima qilsa bo'lmaydi. Anos nima qilishgan desa, tushuntirilsin. Tafsir qilinsin, tafsirsi tarjima qilinsin, kengaytirilgan shaklda, izohlama shaklda tarjima qilinsin, ayni shaklda tarjimasi o'tirib chiqmasin degan ko'z qarashlar bor. Shu ma'lumotlar qo'llanmada bo'lsa, yana Qur'oni Karimningki mush 300 varaq, yani 600 betlik bir Qur'onningki Rasulullohning davridan ta qiyomatga qadar har millat, har rayondagi kishilarga kupay qildiganligini bilsanglar, hargizmi bizning oldimizdagi bu Qur'onni yana bir tilga o'zgartib, o'sha arab tilida ifodalangan mazmunni yana bir tilda ifodalab bo'ldiganligiga ishonmaysizlar. Tabiiyki unda bo'lmaydi, mumkin emas u. Qur'oni Karim dal shu so'z san'ati eng voyaga chiqqan vaqtidagi kitob. Tushgan kitob. Qur'oni Karimni o'z vaqtidagi kishilarningki hayron qilib, masalan, uning qarashtirish qilib petinolmasligining bir taraflari bo'ladi. Undan boshqa o'z vaqtidagi kishilarning Qur'on anglashni bizni cheklashi, masalan, la tasma'u li hadal Qur'on wal ghafi masalan. Anglamanglar deyishi, bugungi kunda zamonimizda shu qo'ldan hech nima kelmaydi deb qaralayotgan bir shafaq to'pini kelgan talib bolalarni Qur'on o'qib qo'ymasligi, bu yerda dushmanlarning bir tushungan tarafi bor. Qur'ondan boshqa tilda ifodalangan shakldagidan o'xshamaydigan bir xil chiqadigan hukm bor. Mushu hukmlarni xalqqa chiqib qolmasligini, mushu sizimlarning, mushu tuyg'ularning xalqqa chiqib qolmas, musulmonlar yetib qolmasligining oldini olish uchun Qur'on bilan bizning o'tirimizni bek jiq cheklayotdi boshqalar dushmanlar. Shu nuqtadan Qur'oni Karimni aynan shaklda tarjima qilish asla mumkin emas, ammo izohlansa bu Qur'ondan shu izohlovchining tushungan ma'lum tarafini ifodalagan bo'ladi, shu xil shaklda muomala qilsak bo'ladi. Endi oxirida bir muhim mazmundan birisi Qur'oni Karimni tafsir qilish kelsak, biz hozir dal shu nuqtada nima uchun biz tafsirga ehtiyojliq degan kelsak, biz hayotimizni oldingi kunlik darsda va bugungi kunlik darsda biz deb o'tdik. Qur'onning asosiy birinchi nishoni bizni programmalash. Ya'ni bizni Qur'oncha bir hayotda yashatish. Qur'onni bizga aylantirib o'tish. Ya'ni bizni Qur'onga aylantirib o'tish yoki Qur'onni bizga aylantirish yoki bizni Qur'onga aylantirish. Qur'onni yer sharida, zaminning ustida hayot mengayotgan ikki qutluq holatga ekilish. Qur'onni oilada ayol bolavaqlarimiz, xulum qo'shnilarimiz, ota-onalarimiz, ustozlarimiz ve bütün kişiler bilen muamele qilgan holatga ekilish Qur'onni. Ya'ni so'zlayotgan Qur'on, uxlayotgan Qur'on, qo'rqayotgan Qur'on, nangayotgan Qur'on, kurash qilayotgan Qur'on holatiga ekilish. Bu Qur'onning asosiy maqsadi. Biz hozir o'zimizning hayotimizni 1200-1300 yildan buyon Qur'onga topshiryapmiz. Biz Uyg'urlarga kelsak. Ahli ilmimizde bir kişiler oturuğa çıktı. Talibul ilmide bir kişiler okuyatıdı dinde. Maalesef Qur'on bizni yaraqlab ketayotydi. Yani biz dinni Allah qandaqdir kitaplardan elavatımız. Halbuki Qur'on aldığımız deydi. Bu dinning asosiy qismi olan aqida qismini biz har xil nomlardagi aqida kitaplardan elavatımız. Halbuki Qur'onning o'zida batti shu aqida. Qur'onni xos kishilarga tushunadigan, qag'ilib tushunmaydigan bir narsa emas Qur'on. Qur'onning o'zi dedi. Biz Qur'onni tushunishga oson qildik, qulay qildik. Qani kim tushunadi deyotdi Qur'on? Biz Qur'onni tushunishga oson qildik, qulay qildik. Qani kim tushunadi? Kim bor tushunadiganlardan deyotdi? Qur'on haqida o'ylanmamdu. Afala yatadabbarunal Qur'on am ala qulubin aqfaluha. Nimish o'ylanmaydi deyotdi. Har bir odamningki, ya'ni mollasi olsun yoki turk olsun, avam xalq yoki xos kishilar olsun, hammasi Qur'onni tushunish kerak. Tabiiyki, darsning boshida o'tdim, ahkam masalalari hukm oladigan 10 xil yo'llarga tayinlab chiqariladigan ijtihodiy masalalar tabiiyki xos kasbiy kishilarning ishi. Ammo Qur'on o'tirib qo'yayotgan aqida masalasi, Qur'onning axloq masalasi, dinning prinsip masalasi Qur'onning o'zida bor.
Buni her bir adam Kur'an'dan elişi gerek. Yani Kur'an'ın kanda kalıdı bilmese ya başkalarının çönsüne anlap alıdı. Yani fakat oturdu ki çöndürgüçe, mesela hususen tefsir kılgıcı bir vasıta, ama sen bir vasıta Kur'an karışın gerek, Kur'an'ın elişin gerek. Ya ki Kur'an tefsir kılıngan tefsirlerinin tercümesi, başkalar tercüme etmezse tercümesinden alıdı tefsirlerinin tercümesi. Yani yığıp ekensek bir adam Kur'an'ı düşünüp dinini Kur'an'dan eliş gerek. Bel ilgiri ki Yahud Nesaralarının ki avamın nasırının ezip gitişi, ular özlerinin kitaplarını bilen kayırıp koyup bütün işleri de şu pop rahiplerini ilahga okşaş. Kur'an'dan bıtılganıdı bu ahvalla. Bular pop ilahlarını özge ilah kılıp aldı. Pop rahiplarını. Aşular nem dese, hatta çoğun akidelerdim hatta şunların gibi hesap. Mesela Kroatımız nurgun Müslümanlar bilen Hristiyanların münazara sorularında bazı Hristiyanlar özünün bazı fikirlerini oturup koydu. Mesela İsa Allah'ın oğlu degende. Ama ulardan sorsan İncil'nin kaysını tutup babı İsa Allah'ın oğlu, İsa'nın eğizden men Allah'ın oğlu da bir yerde uçurttum mu desin, yok nereden aldın? Poplar şundan öğretti, bizge çırkav şundan öğretti deydi. Bu velaki ilgir günlerinin en iri hatalı şeydeki bir başlangıçtı. Yani özünün kitabını koyup dinini başkalarına eliş. Dinine nispet bir vağallarına eliş. Bizde bunda ahval şekillenmesin. Biz bir Müslüman bulup sıkıntımızla dinimizni Kur'an'dan alaylı, Kur'an'ı düşünüş için tırışaylı. Meyli Kur'an'ı başkalarının vasıtasıyla düşüneyli, ya ki tercüme kılıngan tefsirler vasıtasıyla çıkıp Kur'an'ı aval düşünüp, andaki dinini Kur'an'dan alaylı. Dindeki asası her prensipinin Kur'an'dan asası bu olsun. Kur'an'ı menbaqan şekildeki çönü şekillensin bizge. Kandaktır bizden mahalledeki bir ahunum, ya ki bir mollam, ya ki yani bir ehli ulama batılgan her qanday bir şekil adamdan biz dinimizni almaylı. Dinni Kur'an'dan alaylı. Şu ehli ulama bizge Kur'an'ı çöndürüp koysun, biz Kur'an'dan alaylı. Ma bir alay bir nokta. Ona digerlik sen nadan turup, ilimsiz turup Kur'an'a atlan. Kur'an'ı cüret kıl demek demez. Peygamber aleyhissalatu vesselam men fassaral Kur'an'ı bi gayri ilmen. Lakin bir ayette bir ra'yihi فَلَتَبَوَ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ. İlimsiz şekilde Kur'an'a geliş bu dövzak kiradigan amillarının birisi. Men demekçi ki Kur'an'ı aldı bilen düşen kimnin vasıtasıyla birisi çöndürüp koysun, ya sözlep çöndürüp koysun, ya yazıp çöndürüp koysun, an sen Kur'an düşünüp boğan diken dinini Kur'an'dan al. Dinini başkalarından alma. Dinini Kur'an'dan al. Çünkü Peygamber aleyhisselam teraktu fikum şey'eyn. Men aranlarda iki türlük nesini kaldırıp gittim. Şu iki türlük nesine çıng tutsanlar lan tadillu ba'di men degan azma istedi. Bunu Kur'an-ı Kerim'nin dininin asası olan akidevi taraflarını asasen Kur'an ve sahih hadislerden alaylı, düşünüşke vasıta işletmeyli, ama dinni düşünüşke vasıta işletmeyli, dinni Kur'an'dan düşünüldü, Kur'an'ı düşünüşke vasıta işletmeyli. Başkalar bizge Kur'an'ı çöndürüp koysun, ya sözleş arkalık, ya ki yazık şekilde olsun, ama biz dinni Kur'an'dan alaylı. Bu. Andikin şu Kur'an'ı tefsir kılışta, Kur'an tefsir kılış yolları, Kur'an'ın bir alahidliki şu, Kur'an her ayetlerde her timini oturup koyuyordu, ama her timini oturup koygan bilen yeni bir tarafından yeni bir taraflarına bağlanışlık. Şu Kur'an-ı Kerim'nin üzde, Kur'an-ı Kerim'nin muteşabih diyen bir sıfatı var. Kur'an özara bütün mezmunları bir sıfatına okşaydı. Her ayetten her ayetke bir okşaydığı ayet çıkıyordu. Şu noktadan Kur'an'ı tefsir kılışının birinci yolu Kur'an'ı Kur'an bilen tefsir kılımız. Bu bir. İkincisi Kur'an'ın izahlıqçısı olup şu vazifenin üstüge algan litubeyyinennehu linnas. Yani Kur'an'ı kişilerge çöndürüp koyuşun üçün de onun ilim hikmetlerini hadislerini vergen Peygamber aleyhisselam, yani Peygamber aleyhisselam'ın şu vazife yüklengen şu Peygamber aleyhisselam'ın hadisleri arkalık düşünümüz. Ondan ki şu Muhammediye mektubunu tuturken Muhammediye terbiyesini algan sahabalarının sözleri, ondan ki tabi'inlerin sözleri bilen Kur'an'ı düşünümüz. Ondan ki Kur'an işletken Arap dil uslubu bilen müştet xilini asas qilimiz hazırca Kur'an'la Kur'an bilen düşünümüz, Kur'an'ı hadisler bilen düşünümüz, Kur'an'ı sahabaların sözleri bilen düşünümüz, an Kur'an'ın ki işletken til uslubuga qarab turib düşünümüz. Bu tefsir qilishning yolları. İnşallah kelesi saatlik dersimizden tatip biz kitabımızı tefsir Eş-Şa'ravi
Şeyh Muhammed el-Mutavalli Shahrawininki qilgan tafsiri shuni boshlaymiz. Qur'on tafsiri haqida beradigan tushunchamiz shundan oxirlashdi. Kam taraflarini inshaalloh dars jarayonida to'liqlaymiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.